Bugun 28-mart kuni Tailandning Bangkok shahrida 7.7 magnitudali zilzila yuz berdi va bir necha binolar qulab tushdi. Bu haqida Associated Press nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, zilzila mahalliy vaqt bilan soat 13:30larda boshlangan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, yer silkinishi taxminan 10 daqiqa davom etgan. Zilzila chuqur bo'lmagan. Uning amplitudasi 10 kilometrni tashkil etgan. Epitsentr esa qo'shni Myanmada bo'lgan deyiladi xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, zilzila oqibatida Bangkokda qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli bino qulab tushgan. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, chang ustuni shaharning turli nuqtalaridan ko'rinib turgan. Jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Ko'p qavatli uylarda yashovchilarni evakuatsiya qilish e'lon qilingan. Shahar metrosi faoliyati to'xtatilgan. Seysmologlar ma'lumotlariga ko'ra, zilzila o'chog'i Tailandning Ratburi provinsiyasi yaqinida bo'lgan.